Assalomu alaykum radnoylar. Sizlar uchun bir kun, 2 kun oldin kelib arzon chiroq zo'r mashinalar topib qo'yapman. Bitta laykni bosmayapsiz mana. 1.6 Lux konditsionerdan topib qo'ydim. Radnoy motor, korobka, hadoylarda umuman ish yo'q ekan. Pokoleniya italyanskiy gaz ballonlar ham qo'yilgan ekan. Yaxshi, mягкий ballonlar ham bor. Radnoy har doimday legendariy Espera qalpoqchalari ham bor. Radnoy salon qismiga bitta ahamiyat bering. Hali juda ham ideal turibdi. Matовый desa ham bo'ladi. Atiga 160 ming kilometr yurgan. Bitta ahamiyat bering radnoy. Orqa sidinalari ham cho'kib, dog' bo'lib ketmagan. Eva Korchadan yaxshi polikchalari bor. Har doimda radnoy siz uchun ekonomishni bo'lsin deb metan gaz ballonlar topib qo'yaman-ku. Orqa qismlari ham zo'r turibdi, shumka qilingan ekan, yengilgina. Metan 90 talik gaz ballonlari ham bor ekan. Video registrator, zadniy kamera, 4 ta ballon. Radnoy 160 ming yurgan. 5650 dollar yana shitirga kelib, shunga aytib qo'yaman, 5,5 ming, 5550, yana kelishtirib ham olaverasiz. Pastda Primo egalari nomerini qoldiraman. Radnoy tez aloqaga chiqayotgan joy, mashin bozorda turibdi. Hammaga rahmat, jonlaring sog' bo'lsin.